Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchaga xayrli kech. Sizlar bilan yana ekran orqali ko'rishib turganimizdan boshimiz osmonga yetgulik qadar xursandmiz. Bugun ham Xudo xohlasa sizlarga o'zimiz o'qiyotgan, ustozlardan eshitayotgan va o'rganayotgan ba'zi bir yaxshi ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz quyidagicha. Bilgan kishi bildim demas. Bildim desa bilgan emas. Kibr kirgan boshga ilm kirmaydi. Mana shu hikmatlar atrofida sizlar bilan ba'zi bir mulohazalarni o'tkazamiz. Bilgan kishi hech qachon o'zini bildim deb aytmas ekan. Chunki inson bilgani qadar, o'qigani, o'rgangani qadar o'zini naqadar kam narsani bilishini tushunib borar ekan. Firdavsiy hazratlarining bir ajoyib gaplari bor. Ilmdan bir shu'la dilga tushgan on, shunda bilursankim ilm bepoyon dedilar. Agar bir insonning qalbiga ilmdan ozgina bir shu'la, bir nur yog'du tushib qolar ekan, u inson naqadar kam narsa bilishini, ilm asli bepoyon ekanligini, uni bilish uchun, uni o'rganish uchun insonning umri yetmasligini va inson umrini oxirigacha ilm izlash bilan o'tishi kerak ekanligini tushunadi va bundan buyog'iga faqatgina ilm olish bilan band bo'ladi. Endi bu inson qanday qilib o'zini men ilmliman, men bilimdonman deb aytsin? Chunki u ilmning naqadar bepoyonligini tushunib bo'ldi. Endi bu odam bor umrini ilm o'rganishga bag'ishlaydi. Endi kimdir bir narsani men bilaman deyaptimi, men bilmaydigan hech voqea yo'q deb turib da'vo qilyaptimi? Unday insonning gapini eshitishni o'zi vaqtni zoya qilishdan boshqa narsa emas. Suqrot degan bir donishmand o'tgan ajoyib bir gapni aytgan. Mening donishmandligim hech narsani bilmasligimni bilishimdadir degan. Bu juda go'zal hikmat. Ba'zi insonlar bor, o'zi hech narsani bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Ayni ilm o'qigan insonda mana shunday bir holat bo'ladi. Hech narsani bilmasligini, ilm bepoyon ekanligini anglaydi va o'zini men juda ham kam narsani bilaman deb hisoblab qoladi. Yana shunday insonlar borki, o'zi hech narsani bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Mana bu inson haqiqiy johil bo'ladi, o'zini bildim deb o'ylaydi. Men har narsaga aqlim yetadi deb o'ylaydi. Ayni insonni ilm o'qimaganligi mana shu joydan ham ma'lum bo'ladi. Odamlar bilan suhbatga kirishar ekansiz, o'zlarini xuddi dunyodagi jamiki ilmlarni bir o'zida jamlagandek tutadiganlar bor. Har bir gap so'zlarda shu narsani ta'kidlashga, o'zini naqadar ko'p o'qiganligi, ko'p suhbatlar eshitganligini bildirishga harakat qiladigan insonlar bor. Bular aslida bilmasligini ham bilmaydigan insonlar ekan. Biz mana shularni qatorida bo'lib qolmaylik ekan. Bundan Xudo saqlasin. Endi davomida aytdikki, kibr kirgan boshga ilm kirmaydi deb aytdik. Agar bir inson kibr qilayotgan bo'lsa, kibr o'zi nima edi? Kibr boshqalarni mensimaslik, haqni tan olmaslik deyishardi ustozlar. Ya'ni bir inson kibr qilar ekan, u boshqa hech kimni mensimaydi. O'zidan boshqani ko'rmaydi ko'zi. Endi qanday qilib mana shunday kibrga berilgan inson bir ustozni etagidan tutsin? Qanday qilib ustozi suhbatini eshitsin? Chunki u mensimaydi o'zidan boshqani. U har narsani bilaman deb o'ylaydi. O'zini har narsani bilaman deb o'ylab boshqalarni mensimay qo'ygan, kibrga u qadar berilib ketgan inson hech qachon bir insonni, bir ustozni so'zini o'tirib tinglay olmaydi. Chunki to'lgan kosani yana qaytadan to'ldirish mumkin emas. Qachonki u kosa bo'shatilsa, ana undan keyin unga yangi suvni, yangi bir ichimlikni quyish mumkin bo'ladi. O'zini har narsani bilaman, meni miyam jamiki ilmlarni jamlagan bir manba deb qaraydigan odam qanday qilib bir ustozdan ilm o'rgansin? Bolalar, do'stlar, ilm o'rganish faqatgina kitob o'qishni o'zi bilan bo'lmas ekan. Faqatgina bir yaxshi suhbatlarni YouTube orqali eshitish yoki yaxshi bir ikkita darslarga qatnash bilan ilm hosil bo'lib qolmas ekan. Biram kitoblarni o'qib yodlagan insonlar bor, lekin ilmdan nasiba olmagan. Ilm olish boshqa ekan, ilmdan nasiba olish boshqa ekan. Dunyodagi eng kuchli ustozlarga shogird bo'lgan, zamonasini eng ko'zga ko'ringan insonlardan yuzma-yuz o'tirib ta'lim olib ham bir ilmdan natijaga erishmagan insonlar bor. Demak, ilm har doim ham ustozga shogird bo'lish yoki kitob o'qishni o'zi bilan bo'lmas ekan. Ilm ana shu ilmni egallagan insonlardan yuqtirib olinar ekan.
ilmi bor insonlarga yaqinlashish bilan, ularni xizmatlarida turish bilan, vazifalarni qat'iy bajarish bilan inson o'ziga ustozdagi yaxshi xulqlar va yaxshi ilmlarni yuqtirib olar ekan. Endi qalbida kibri bor inson, o'zidan boshqani tanimaydigan, o'zidan boshqani mensimaydigan inson qanday qilib ustozning xizmatida turadi? Qanday qilib uni vazifalariga qat'iy turadi? Tabiiyki bunday insonga ilm yuqmas ekan. Shuning uchun ham ilm olishni niyat qilyapmizmi? Eng avvalo men bilaman, men o'qiganman, men eshitganman degan so'zlardan o'zimizni yiroq tutaylik. Bunday fikrlardan o'zimizni yiroq tutaylik. Bir ustozi darsiga kirib o'tirsak, avval biz o'qigan, biz eshitgan darsni qaytadan aytayotgan bo'lsalar ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek, birinchi marta tinglayotgandek o'zimizni tutsak, mana shunda bizga ilm yuqishi oson bo'lar ekan. Mana shu haqiqiy ilm o'rganuvchiga xos bo'lgan sifat ekan. Qalbimizni birovlarni mensimaslik, qalbimizni kibr deb atalmish bir balodan, ofatdan qattiq saqlaylikki, agar bizda ozgina bo'lsa ham kibrdan zarra miqdorida bo'lsa ham topilsa, bizga ilm yuqmay qolish xavfi bor. O'zimizni har qanday bunday yomonliklar, bunday qalb xastaliklaridan omonda saqlashga harakat qilaylik. Buni muolajalarini ustozlardan eshitib, o'rganib, o'zimizni tarbiya qilib boraylikki, kelgusida bizga ilm yuqishi yana ham oson bo'lar ekan. Bugungi suhbatimizni yakunida ba'zi bir vazifalarni eslatib o'tmoqchimizki, tarixda mana shunday ulug' zotlar yashab o'tgan. Bir ustozni etagidan tutib, to ilm o'rganuvchi darajasidan ustozlik darajasigacha chiqquncha bo'lgan hayot yo'llari bor. Bu hayot yo'llaridan hikoya qiluvchi juda ham ko'p kitoblar bor. Ana shunday kitoblarni olib har kuni 10-15 sahifa bo'lsa-da mutolaa qilib tursak, ularni ilm yo'lida bosib o'tgan yo'llari, mashaqqatlarini ko'radigan bo'lsak, biz ham asta-sekin o'zimizni shunday bir tarbiyalab borishga harakat qilamiz. Bunday ulug' zotlarni, bunday ustozlik maqomiga erishgan insonlarning hayotini o'qishdan bizga ikkita yaxshigina foyda bor. Birinchi foyda, o'zimizni naqadar kam harakat qilayotganimizni, o'zimizni naqadar kuchsiz ekanligimizni, dangasa ekanligimizni tushunamiz. Ikkinchi foydasi, bizda ozgina bo'lsa ham himmat shaklanar ekan. Himmat nima edi? Bu bir maqsad qo'ygandan keyin u maqsad yo'lida o'zida kuch topa olish edi. Ilm o'rganish maqsad qilyapmiz, lekin kuchimiz yo'q, harakatimiz kam. Tez charchab qolamiz, tez zerikib qolamiz. Mana shu joyda bizga himmat juda ham kerakli bo'lar ekan. Ustozimiz himmatni ko'chani til bilan aytganda duh deb aytardilar. Ya'ni inson bir maqsadni qo'ydimi, endi duhi yetish kerak ekan o'shanga erishish uchun. Buni qayerdan o'rganamiz? Mana shunday ulug' zotlarning hayotini o'rganar ekan, bizda ham ularniki kabi shavq paydo bo'lardi. Ularniki kabi bir himmat paydo bo'lar ekan. Mana shu bugungi darsimizdan sizlarga bir vazifa sifatida eslatma bo'ldi. O'ylaymizki, bugun eshitgan so'zlaringiz sizlar uchun manfaatli bo'ldi. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.